Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qisqacha Anyone internal sistemasi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Anyone internal sistemasida implant diametri 3,5 dan boshlanadi. Eng katta diametrdagi implant bu 8 diametrni tashkil etadi. Implantlar uzunligi eng qisqa implant 7 mm ni, eng uzun implant esa 15-18 mm ni tashkil etadi. Anyone internal sistemasida 4,5 hamda 5,5 diametrdagi implantlarda o'ziga xos ayrim ko'rsatkichlar mavjud bo'ladi. 4,5 diametrdagi implantlar 3 xil ko'rinishda bo'ladi. 4,5 ga 7. Qo'limda 3 ta Anyone implanti mavjud bo'lib, 3 xil implant 3 xil klinik holatda ishlatishga mo'ljallangan. Birinchi turdagi implant regular implant hisoblanadi. Ushbu regular implant odatda suyaklarimiz qattiqliklari D1, D2 bo'lgan tiplarda ishlatiladi. Ikkinchi tur implantimiz esa deep implant hisoblanadi, ya'niki uning rezvalari birmuncha agressivroq, implantning tana qismi biroz ingichkalashgan. Shuni hisobiga uning rezvalari suyakka chuqurroq holatda joylashadi. Ushbu turdagi implantlar suyaklarimizning D3 yoki D4 bo'lgan tiplarida foydalanadi. Bu suyakka implantni birlamchi joylashini yaxshiroq, barqarorligi yuqoriroq, stabilizatsiya ko'rsatkichlari, tork ko'rsatkichlarini yaxshiroq olishga yordam beradi. 3-xildagi Anyone internal sistemasini implanti bu special implantlar maxsus klinik holatlarda foydalanishga mo'ljallangan. Ular yuqori jag' malyar sohalarida, yuqori jag' bo'shlig'igacha bo'lgan masofada suyak qisqa bo'lgan holatda yoki pastki jag' alveolar nervlargacha bo'lgan masofa yaqin bo'lgan holatlarda ishlatilishga mo'ljallangandir. Ushbu implantning uzunligi 7, lekin uning yuqori qismida 2 mm polirovkalangan qismi mavjud bo'ladi. Pastki 5 mm qismi esa ustki qismi kalsiy bilan obработкаlangan suyakka yaxshi birikuvchi qism hisoblanadi. Ushbu turdagi implantlarni foydalanganda bemorlarda qo'shimcha travmatik suyak o'stirish operatsiyalari o'tkazishga hojat qolmaydi. Ushbu turdagi implantlarda 4,5, 5, 6, 7 diametrda turlar mavjud bo'lib, ularning barchasining uzunligi 7 mm ni tashkil etadi. Qisqacha sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.